Endi asta-sekinlik bilan bu yerda Sharmda, Misrda soat 1ga yaqinlashib qoldi. Palma restorani odatdagidek ishlaydigan. 3 mahal ovqat beradigan. Hozir ko'ramiz nimalari bor ekan o'zi yegani bu yerda. Ichkarida уже bayram ham boshlanib ketdi. Palma restoranida bu ko'chada setka shashlik deydimi, buni qaranglar. Bugun tovuqli shashlik qilishar ekan bular. Hello. Как дела? Нормально. Приятно. Да, приятно. Все. О. Давай. Billa bir, kurica billa bir. Akamizdan anaqa qilyapti. Thank you very much. Habibi. Hop. Juda ham quvnoq mana shunday ishchilari. Bironta ish aytsangiz yoki biron narsani anaqa qilib bering desangiz, yugurib xizmat qilishadi. Juda ham quvnoq. Ham ko'pchilik ishchilarga men e'tibor berdim, yoshlardan anaqa. Yosh ekan. Ichkarida kimdir tug'ilgan kuni bo'lyapti, adashmasam. Bayram avjida. Mana hamma ishchilar kelib qarg'ashyapti. Gap yo'q. Boş tarafga olinib ketdi bu yog'i. Salatlar, bugungi salatlar obyeddagi. Juda ham mazali. Ularda yana tayyorlab berishadi ovqat, xohlagan turdagi. Mana o'chirib turibdi hamma bu. Pizza. Men uncha pizzani yoqtirmayman. Misrcha osh. Mana oshni yaxshi ko'ruvchilar uchun. Men juda ham yaxshi ko'raman, xohlagancha olaveringlar. Mana tarelkani olinib, xohlagancha ketganicha deysiz. Bu yerda odam juda ham gavjum. Xohlagancha tarelka, xohlagancha. Bu yog'i mana tuna baliqdan qilingan anaqalar. Tuna baliq. Men rosa ham yaxshi ko'raman shu baliq. Tuna. Bu yerda mana makaronni. Bu yerda esa jarkot deymiz men o'zimiz tilda. KFC'ni ham esdan chiqarishmoqda bular. Mana bakam yana yetmay qolganiga yana ovqat olib kelib qo'ydi. Tak mevalar alohida tema. Voy. Shuni qaranglar buni.
tugab qolgani yo'q. Videomiz hali uzoq davom etadi. Mana bu yerda shirinliklar desertiga. Alhamdulillah. Hozir to'laman. Odam juda ham gavjum. O'zida yaxshi joylarda odam gavjum bo'ladi. Mana shirinliklar. Xohlagancha. O'tlar ham qo'yib qo'yishdi. Aytganda sho'rvali taomlarni yaxshi ko'rishsa, uchun mana sho'rvalar ham qo'yishgan. Xohlagancha ketganicha degan joy shu. Aytganda non yo'qmi deganlar uchun retskalarga qaranglar, bitta mayda parrak surib qo'ygan. Mana bu yerda non mahsulotlari, non va non mahsulotlari degan joy shu joy bo'ladi. Voy. Chimliklar, choy. $500,000. Bu shakar. Menga mana ko'k choy yoqdi bular. Ko'k choy. No. Ha? No. Ya. Mana ko'k choy ham yaxshi ekan. Mendan damlab American coffee ham bor. Yana alohida kofeni yaxshi ko'ruvchilar uchun mendan bokalni olasiz, kelmaydi. Ustiga bossa bo'ldi. Cappuccino bo'lsa, cappuccino quyib beradi. Juda ham ko'p odam. 3 soat vaqt bor, 3 soat. Xohlagancha olib, mana bu yerda bo'sh joyingizni topib, yevrasiz uzoq ketaveradi. Aytgancha qovun ham, misir qovuni juda ham shirin ekan. Mana bu yerda naturalniy soklar. Apelsinli, arbuzli и ananasli ekan. Bular natural sok. Bunaqa ichiga bir bolalar qo'shib tashlab, ranglab tashlangan emas. Bu yerda yana shirinliklar bor ekan, yetmay qolgan joyiga. Bu yoqda ham yana mini bar bor. Hello. Tak, tugab qoldimi deganlar uchun yana ko'rsatamiz. Bu yoqda tugamaydi. Bolalar uchun mini bar. Mini bar. Mana. Hamda ko'rkam narsalar qo'yishadi. Bu yerda bolachalar uchun faqat. Voy, bular hech kimni o'ylamas ekan borib, mana qay stulchalar qo'yishgan. Mana shu yerda o'tirib o'zlari tanovul ham qilaverar ekan.